Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda og'riqli, juda ko'p oilalarga tegishli bo'lgan savol haqida gapiraman. 60 yoshdan keyin odamlarni davolashmaydimi? Poliklinika yoki shifoxonada sizning yoshingiz o'tib qolgan deb qaytarishlari mumkinmi? Haqiqatan ham qandaydir maxfiy buyruq bormi? Bu ma'lumotni oxirigacha eshitishingiz shart. Chunki bu faqat pensionerlarning muammosi emas. Bugun ota-onangizga, ertaga o'zingizga, indinga yaqin insoningizga kerak bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday huquqiy va tibbiy mavzularni ko'proq odam bilishi kerak. Men avval aniq qilib aytaman. Inson 60 yoshdan oshgani uchun uni davolamaslik mumkin emas. Tibbiyotda ham, qonunchilikda ham 60 yoshdan keyin davolanmaydi degan oddiy va ochiq qoida bo'lishi mumkin emas. Lekin odamlar nega bunday shikoyat qilyapti? Sababi shundaki, amaliyotda ayrim joylarda bemorga yoshiga qarab munosabat o'zgarib qoladi. Masalan, yosh bemorga tekshiruv tezroq yoziladi. Katta yoshli bemorga esa bu yoshda bo'ladi. Uyda yoting, operatsiyani ko'tarmaysiz, navbat kuting, baribir foydasi kam degan gaplar aytiladi. Mana shu gaplar odamlarning ko'nglida bizni davolashmayapti degan ishonchni paydo qiladi. Oldin qanday edi? Oldin ham tizimda muammolar bor edi. Navbat ko'p, shifokorlar band, dori yetishmasligi, apparatga yozilish qiyinligi, yo'llanma olish murakkabligi. Lekin so'nggi yillarda aholining yoshi kattalashgani, surunkali kasalliklar ko'paygani, shifoxonalarga yuklama oshgani sababli 60 yoshdan oshgan bemorlar ko'proq to'qnash keladigan muammolar ko'zga tashlanmoqda. Bitta kardiologga kuniga tiqtim nafar odam kirsa, ulardan 20 nafari qon bosimi, yurak ishemiyasi, qandli diabet, buyrak muammosi bilan kelgan katta yoshli insonlar bo'ladi. Shifokor ham inson, tizim ham cheklangan. Lekin tizimning bandligi bemorning huquqini bekor qilmaydi. Men bu yerda ikki narsani ajratib tushuntirmoqchiman. Birinchisi, tibbiy ko'rsatma bo'yicha xavf yuqori bo'lgani uchun ayrim muolaja yoki operatsiyani vaqtincha qilmaslik mumkin. Ikkinchisi, faqat yoshiga qarab sizga kerak emas deb rad etish mumkin emas. Masalan, 7 yoshli bemorda yurak yetishmovchiligi og'ir bo'lsa, narkoz xavfli bo'lishi mumkin. Shifokor buni tushuntirishi, qo'shimcha tekshiruvlar yozishi, konsilium chaqirishi kerak. Lekin siz yegidasiz, bo'ldi, uyga boring desa. Bu noto'g'ri yondashuv. Endi kimlar xavotir olish kerak, kimlar esa vahimaga tushmasligi kerakligini batafsil aytaman. Xavotir olish kerak bo'lgan birinchi toifa shikoyati jiddiy bo'lsa ham, qayta yoshga bog'liq deb tekshiruvsiz qaytarilayotganlar. Masalan, 64 yoshli ayol 3 oydan beri ko'krak qafasida og'riq sezadi. Zinadan chiqqanda nafasi qisadi, oyoqlari shishadi. Poliklinikada faqat qon bosimini o'lchab, bu yoshda yurak bezovta qiladi deb uyga yuborishsa, bu yetarli emas. Bunday holatda EKG, qon tahlillari, xolesterin, qand kerak bo'lsa, ekokardiografiya va kardiolog ko'rik kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa insult, infarkt, onkologiya, diabet asoratlari kabi xavfli holatlardan shubhalanayotganlar. Masalan, 18 yoshli erkakning qo'li birdan uyushib qoldi, nutqi chalkashdi, yuzining bir tomoni tortildi. Oilasi balki charchagandi deb kutib o'tirmasligi kerak. Bu insult belgisi bo'lishi mumkin. Bunday paytda 1 soat ham qimmat. Yosh katta, shunaqa bo'ladi degan fikr eng xavfli xatolardan biri. Tez yordam chaqirish, shifoxonaga olib borish, hujjatlarni keyin o'ylash kerak. 3-toifa, rejalashtirilgan operatsiya yoki muolaja uchun rad javobi olganlar. Masalan, 60 yoshli bemorda ko'z kataraktasi bor. U deyarli o'qiy olmaydi. Yo'lda yurish qiyinlashgan. Agar unga yoshingiz o'tgan, operatsiya qilmaysiz deyishsa, bu savol tug'diradi. Katarakta operatsiyasi ko'p hollarda katta yoshda ham bajariladi. Albatta, qon bosimi, qand, yurak holati tekshiriladi. Lekin yoshning o'z rad etish uchun yagona sabab bo'la olmaydi. 4-toifa, bepul dori, imtiyozli davolanish, yo'llanma yoki shifoxonaga yotqizish masalasi tushunarsiz javob olayotganlar. Masalan, 2 yoshli pensionerda qandli diabet bor. Oyiga doimiy dori kerak. U poliklinikaga boradi, unga ro'yxatda yo'q. Limit tugadi. Keyingi oy keling deyishadi. Bu yerda muammo bemorni davolamaslikda emas, ta'minot va hujjat yuritish tartibida bo'lishi mumkin. Lekin bemor nima qilishni bilmasa, u o'zini tashlab qo'yilgandek his qiladi. Kimlar vahimaga tushmasligi kerak. Agar shifokor sizga operatsiyadan oldin qo'shimcha tekshiruv kerak, avval bosimni me'yorga keltiramiz. Qand ko'rsatkichi yuqori, hozir xavf bor.
narkozdan oldin kardiolog xulosasi kerak desa, bu rad etish emas. Bu xavfsizlik chorasi. Men ko'p ko'rganman, bemor meni operatsiya qilishmayapti dedi. Hujjatni ko'rsam, aslida unga 3 ta tekshiruv yozilgan bo'ladi. Bemor esa yana yugurtirishyapti deb o'ylaydi. Albatta. Ortiqcha yugurtirish ham bo'ladi. Lekin har bir qo'shimcha tekshiruvni darhol yomon niyat deb qabul qilmaslik kerak. Yana bir real holatni olaylik. 6 yosh ayol titsasidagi og'riq bilan travmatologga boradi. Rentgen qilinadi. Artrozning 3 darajasi aniqlanadi. Ayol endoprotez operatsiyasini xohlaydi. Shifokor esa vazningiz 15 kilogramm. Qand ko'rsatkichi 10 Avval endokrinologga boring, vazni tushiring, qonni nazorat qiling deydi. Bu holatda shifokor yomonlik qilmayapti. Chunki operatsiyadan keyin yara bitmasligi, infeksiya tushishi, tromb bo'lishi xavfi oshadi. Lekin shifokor bu gapni qo'pol emas, tushunarli qilib aytish kerak. Bemor esa yozma tavsiya olishi, keyingi bosqichni bilishi kerak. Yana bir misol, 75 yoshli erkakda prostata muammosi bor, siydik chiqarish qiyinlashgan. Unga yosh katta chidang deyish noto'g'ri. Chunki buyrakka zarar yetishi. Infeksiya, siydik tutilishi bo'lishi mumkin. Bunday bemor urolog ko'rigidan o'tishi, UZI, tahlillar kerak bo'lsa shifoxonaga yotqizilishi kerak. Agar operatsiya xavfli bo'lsa ham boshqa usullar bor. Dori bilan davolash, kateter. Kuzatuv, reja tibbiyotning vazifasi bo'lmaydi deyish emas. Xavfni hisoblab eng to'g'ri yo'lni topish. Endi maxfiy buyruq degan gapga kelaman. Odamlar orasida shunday mish-mish yuradi. Go'yoki 6 yoshdan oshganlarga qimmat tekshiruvlar, operatsiyalar shifoxonaga yotqizish cheklangan emish. Men bunday gaplarga juda ehtiyotkorlik bilan qarayman. Agar qo'lingizda rasmiy hujjat bo'lmasa, maxfiy buyruq bor deb qat'iy aytish mumkin emas. Lekin odamlarning bunday gapga ishonishiga sabab bo'ladigan holatlar bor. Masalan, shifoxonada joy kam bo'ladi, shifokor bemorni yotqiza olmaydi, lekin buni ochiq tushuntirmaydi. Natijada yoshdan o'tgansiz degan oson gapni aytib qo'yadi. Mana shu bitta gap butun tizimga ishonchsizlik tug'diradi. Yana bir nozik jihat bor. Tibbiyotda resurslarni taqsimlash degan tushuncha mavjud. Masalan, reanimatsiyada joylar cheklangan bo'lsa, shifokor bemorning ahvolini, yashab ketish ehtimolini, kasallik og'irligini, boshqa kasalliklarni baholaydi. Bu juda og'ir va mas'uliyatli qaror. Lekin bu qaror ham faqat yoshga qarab emas, tibbiy mezonlarga qarab qilinishi kerak. 12 yoshli sog'lom, faol inson bilan 45 yoshli juda og'ir ko'p kasallikli bemorni solishtirganda, har doim yosh kichik bo'lgan afzal degan qoida yo'q. Har bir holat alohida baholanadi. Istisnolar ham bor. Ba'zi operatsiyalar katta yoshda haqiqatan ham xavfli bo'lishi mumkin. Masalan, yurak ochiq operatsiyasi, katta qo'rin operatsiyasi, murakkab onkologik jarrohlik. Lekin xavfli degani taqiqlangan degani emas. Xavfli degani shifokorlar konsilium o'tkazadi. Bemor va oila a'zolariga ehtimoliy oqibatlarni tushuntiradi, rozilik olinadi. Qobil variantlar ko'rib chiqiladi. Masalan, 7-8 yoshli bemorda o't pufagida tosh bor, lekin yuragi juda zaif. Jarroh operatsiyani darhol qilmasligi mumkin. Buning o'rniga parhez, dori, kuzatuv, zarurat bo'lsa kamroq invaziv usulni tanlashi mumkin. Bu davolamaslik emas, xavfni boshqarish. Eng katta tuzoqlardan biri. Og'zaki rad javobiga ishonib ketish. Bemor poliklinikaga boradi. Joy yo'q, navbat yo'q. Kerak emas degan gapni eshitadi va uyga qaytadi. Keyin bir oy o'tadi, ahvoli yomonlashadi. Men har doim aytaman, og'zaki gap havoda qoladi. Sizga rad javobi berilsa iltimos, muloyimlik bilan iltimos. Buni yozma ravishda tushuntirib bering. Qaysi tibbiy asosga ko'ra hozir yotqizilmayapman yoki tekshiruv berilmayapti deb so'rang. Ko'p holatda shundan keyin munosabat o'zgaradi. Chunki yozma javob mas'uliyat talab qiladi. Yana bir muhim nuansa, bemorning o'zi ham kasalligini to'liq aytmasligi mumkin. Masalan, 63 yoshli odam shifokor ko'kragim og'riyapti deydi. Lekin og'riq qachon boshlangani, qancha davom etgani, chap qo'lga tarqalgani, sovuq ter bosgani haqida aytmaydi. Shifokor esa oddiy nevralgiya deb o'ylashi mumkin. Shuning uchun bemor va yaqinlari shikoyatni aniq aytish kerak. Yomonman degan umumiy gap yetarli emas. Qachondan beri, qayerda og'riyapti, nima kuchaytiradi, nima kamaytiradi, oldin qanday kasallik bo'lgan, qanday dori ichyapti, allergiya bormi? Bularning hammasi muhim. Yana bir tuzoq, pensioner bo'lsam, hammasi bepul bo'lishi kerak degan noto'g'ri tushuncha. Ayrim xizmatlar davlat tomonidan qoplanadi, ayrimlari yo'llanma bilan bepul bo'ladi.
Ayrimlari imtiyozli toifaga bog'liq, ayrimlari pullik bo'lishi mumkin. Muammo shundaki, odamga bu tartib tushuntirilmaydi. U kassaga yuboriladi, u esa meni davolashmayapti, pul so'rayapti deb o'ylaydi. Shuning uchun har doim so'rang. Bu xizmat bepulmi? Yo'llanma bilan bepul bo'ladimi? Imtiyozli ro'yxat bormi? Navbat bormi? Qaysi hujjat kerak? Ayrim hollarda bemorning yoshi emas, hujjatning to'liq emasligi muammo bo'ladi. Masalan, pasport nusxasi, tibbiy karta, oldingi tahlillar, UZI natijalari, EKG, to'r mutaxassis xulosasi bo'lmasa, shifoxona qabulni cho'zishi mumkin. Bu ham bemorga meni olishmayapti bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun men doim aytaman. Katta yoshli bemorning alohida papkasi bo'lsin. Ichida pasport nusxasi, yaqin qarindosh telefon raqami, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati, allergiya haqida ma'lumot, oxirgi tahlillar, kasallik tarixidan ko'chirmalar bo'lsin. Bu oddiy papka ba'zan bemorning vaqtini ham, hayotini ham saqlaydi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, shikoyatlarni yozib chiqing. Masalan, bosim bigi taqasimga chiqyapti. Nafas qisishi 10 kundan beri. Qo'rin og'rig'i ovqatdan keyin kuchayadi. Ko'rish pasaygan, qand ertalab 10 chiqibdi. Shifokorga kirganda hayajon bosadi, odam yarmini unutadi. Qog'ozdagi ro'yxat esa suhbatni aniq qiladi. Ikkinchi qadam, oilaviy shifokor yoki poliklinikadan rasmiy ko'rik va yo'llanma so'rang. Meni tekshirib bering degandan ko'ra, aniqroq gapiring. Menda mana bunday belgilar bor, kardiolog ko'rigi kerakmi? EKG va tahlil yozib bera olasizmi? Shifoxonaga yo'llanma uchun asos bormi? Shifokorga hujum qilmasdan, lekin o'z haqingizni bilib gapiring. Baqirish, janjal, haqorat ko'pincha ishni qiyinlashtiradi. Tinch, aniq yozma murojaat esa kuchliroq ta'sir qiladi. Uchinchi qadam, rad javobi bo'lsa yozma izoh so'rang. Masalan, menga tekshiruv yoki yotqizish rad etilayotgan bo'lsa, iltimos sababini tibbiy hujjatda ko'rsating deb ayting. Agar bunaqa yozib bermaymiz deysa, muassasa rahbariyatiga ariza yozing. Arizada bemorning FISH, tug'ilgan yili, manzili, telefon raqami, shikoyatlari, qaysi kuni kimga murojaat qilgani, qanday javob olgani, nimani so'rayotgani aniq yozilsin. Masalan, onam 1958 yilda tug'ilgan, 3 haftadan beri nafas qisishi va oyoq shishishi bor. Kardiolog ko'rigi va zarur tekshiruvlar o'tkazilishini so'rayman. 4-qadam, hujjatlarni to'plang. Kerak bo'ladigan asosiy hujjatlar: pasport yoki ID karta nusxasi, tibbiy karta, oldingi tahlillar, UZI, rentgen, MRT yoki KT natijalari bo'lsa, shifokor xulosalari, qabul qilayotgan dorilar ro'yxati. Nogironlik yoki imtiyoz hujjatlari bo'lsa, ularning nusxasi. Agar tez yordam chaqirilgan bo'lsa, chaqiruv varaqasi yoki shifoxona qabul bo'limidagi qaydlar ham muhim. Har bir hujjat keyingi bosqichda dalil bo'lib xizmat qiladi. 5-qadam, og'ir belgilar bo'lsa, poliklinika navbatini kutmang. Ko'rakda kuchli og'riq, nutq buzilishi, qo'l oyoq ishlamay qolishi, hushdan ketish, qon ketishi, juda yuqori bosim, nafas yetishmasligi, qon juda oshib ketishi, siydik tutilishi, kuchli qo'rin og'rig'i kabi holatlarda tez yordam chaqiring. Bunday vaziyatda ertaga boramiz, navbat olib kelamiz, doktor tanish izlaymiz deb kutish xavfli. 6 yoshdan oshgan odamda bunday belgilar tez og'irlashishi mumkin. 6-qadam. Ikkinchi fikr oling. Agar sizga operatsiya mumkin emas deyishsa, boshqa mutaxassisga ko'rining. Bu shifokorga ishonmaslik emas, bu normal amaliyot. Ayniqsa onkologiya, yurak, miya qon tomirlari, ortopediya, buyrak yetishmovchiligi kabi murakkab holatlarda ikkinchi fikr juda muhim. Ba'zan bir shifokor xavf yuguri deydi. Boshqa markazda esa bemorni tayyorlab, xavfni kamaytirib muolaja qilish yo'lini topishadi. 7-qadam, yaqinlaringizni yolg'iz yubormang. Katta yoshli odam shifokor oldida uyalishi, eshitmay qolishi, tushunmay qolishi yoki savol berishga tortinishi mumkin. Yonda farzandi, turmush o'rtog'i yoki ishonchli qarindoshi bo'lsa, ma'lumot yaxshiroq tushuniladi. Lekin bu ham odob bilan bo'lsin. Bemorning o'rniga baqirib gapirish emas, bemorga yordam berish kerak. Shifokor bilan hamkorlik qiling. Qarshi tomondek emas. 8-qadam, murojaat qilishdan qo'rqmang. Agar muassasa ichida masala hal bo'lmasa, yuqori tashkilotlarga murojaat qilish mumkin. Avval bo'lim mudiri, keyin bosh shifokor, keyin hududiy sog'liqni saqlash boshqarmasi, kerak bo'lsa ishonch telefoni yoki rasmiy qabul orqali murojaat qilinadi. Murojaatda hissiyot ko'p, fakt kam bo'lsa, natija sust bo'ladi. Faktlar aniq bo'lsin, sana joy. Shifokor lavozimi, aytilgan gap, berilmagan xizmat, bemorning ahvoli, ilova qilingan hujjatlar.
Men yana bir narsani alohida aytaman. Shifokorlarning hammasini ayblash adolatdan emas. Juda ko'p shifokorlar katta yoshli bemorlar uchun jon kuydiradi, kech qolib ishlaydi, oilasidan vaqt ajratadi. Muammo ko'pincha tizim, navbat, resurs, muloqot va hujjatlashtirishda bo'ladi. Lekin bemor ham, shifokor ham bir narsani unutmasligi kerak. Katta yosh insonning qadr-qimmati yosh bilan kamaymaydi. 6-7 taqundin yoshda ham odam og'riqsiz yashashga, tushuntirish olishga, tekshiruvdan o'tishga, davolanishga haqli. Agar sizga bu yoshda hamma narsa bo'ladi deyishsa, men bunday javobni yetarli deb hisoblamayman. Ha, yosh o'tishi bilan qon bosimi, bo'g'im og'rig'i, ko'rish pasayishi, eshitish susayishi ko'payadi. Lekin ko'payadi degani davolanmaydi degani emas. Qon bosimi nazorat qilinsa, insult xavfi kamayadi. Qand nazorat qilinsa, ko'z, buyrak, oyoq asoratlari kamayadi. Katarakta operatsiya qilinsa, odam yana o'qiydi, yuradi. Yiqilish xavfi kamayadi. Tizza og'rig'i to'g'ri davolansa, odam harakat qiladi, yurak va o'pka faoliyati ham yaxshilanadi. Demak, katta yoshdagi davolashning ma'nosi juda katta. Yana bir real oilaviy vaziyatni tasavvur qiling. Otangiz 69 yoshda, qon bosimi bor, lekin dorini faqat boshi og'riganda ichadi. Bir kuni bosimi 200 ga chiqadi. Tez yordam keladi, ukol qiladi, bosim tushadi. Ertasi kuni hamma tinchlanadi. Lekin aslida bu signal. Keyin oilaviy shifokorga borib, doimiy dori sxemasini tuzish, buyrak, yurak, ko'z tubi, xolesterinni tekshirtirish kerak. Agar buni qilmasangiz 3 oydan keyin insult bo'lishi mumkin. Shuning uchun davolanish faqat kasalxonaga yotish emas. Davolanish bu muntazam nazorat, dori intizomi, ovqatlanish, harakat, tekshiruv va oila nazoratidir. Onalarimiz haqida ham aytaman. 6-2 yoshli ayolda qo'rindan bo'lishi, ozib ketish, ishtaha yo'qolishi, qon kamlik bo'lishi oddiy yosh emas. Bu ichak, oshqozon, jigar yoki boshqa jiddiy kasallik belgisi bo'lishi mumkin. Uyda choy ichib yuring bilan cheklanib qolmang. Tahlil o'zi. Kerak bo'lsa endoskopiya yoki boshqa tekshiruvlar kerak bo'ladi. Erta aniqlangan kasallik ko'p hollarda yaxshiroq davolanadi. Kech qolish esa nafaqat pulni, balki imkoniyatni ham yo'qotadi. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, 6 yoshdan keyin davolashmaydi degan gap qoida emas va bunday yondashuvga ko'r-ko'rona rozi bo'lish kerak emas. Lekin har bir rad javobini ham darhol yomon niyat deb qabul qilmang. Tibbiy xavf, qo'shimcha tekshiruv, navbat, hujjat, imtiyoz tartibi, shifoxona joyi kabi omillar bo'lishi mumkin. Sizning vazifangiz aniq savol berish, yozma javob so'rash, hujjatlarni yig'ish. Og'ir belgilar bo'lsa tez yordam chaqirish. Kerak bo'lsa ikkinchi fikr olish va rasmiy murojaat qilish. Men sizdan iltimos qilaman. Ota-onangiz, buvinggiz, bobongiz, qo'shningiz yoki o'zingiz shunday holatga duch kelgan bo'lsangiz, jim qolmang. Izohlarni yozing. Qaysi vaziyat bo'lgan, sizga nima deyishgan, muammo qanday hal bo'lgan yoki hal bo'lmagan. Boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan saboq oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Yaqinlaringizga yuboring. Chunki inson o'z huquqini bilsa, uni aldash, qo'rqitish yoki e'tiborsiz qoldirish ancha qiyin bo'ladi.